Chilonzordagi uyimiz 20-kvartalda joylashgan. Birinchi dom. Mana shunaqangi ziloniy daraxtlar ko'p. Plus albatta ikkita parkovka bor. Bittasini men beraman. To'g'ri, buni kadastri yo'q, lekin mana qo'ni-qo'shnilar bilan o'zimiz betonlarni quyib, o'zimiz qilganmiz. Hammaning xabari bor. Uyimiz mana ziloniy zonalarga ega. O'zini mana bitta mana qilingan narsalar, ularni qo'ni-qo'shnilar bilan qilganmiz o'zimiz. Padezimiz ham bitta bizning padezimiz mana shunaqangi domofonli padez. Yangi qo'yilgan. Uyga kirgandan keyin mana koridor. Koridorda kirganda mana to'g'rida hammom joylashgan. Bu yerdan kirganda mana detskimiz joylashgan. Detskilarimiz pardalari ilingan, gilamlari solingan, karavatlari qo'yilgan. Lampochkamiz quyib poplit olib berasizlar. Keyin bu yerda mana chiqqandan keyin tepadan ko'rinishi. Polностью mana ziloniy zona. Xuddi devorlari diski plashatkalari mavjud. Keyingi xonamiz spalni. Spalnimizga ham polностью mana mebel texnikalari hamma narsalari yangi holatda turibdi, qo'yilgan. Konsoli mavjud. Keyingisimiz mana zalimiz. Zalimiz ham haqiqiy bir odam kelganda odam kayfiyatini ko'taradigan darajada chiroyli qilingan. Mebellarimiz yangi. Gilamlarimiz, ustunlarimizga mana bularni munosabat qilganmiz. Did bilan. Hamma joylarni ham did bilan qilib qilingan. Bu tarafdan ham mana ziloniy zona. Bitta narsaga e'tibor berasizlar, bu oynalar yodivoy oynalar. Ochgandan keyin mana o'sha farqi bilinadi. Atrajat qiladi mana. Mana bu bilan mana bu farqi bor. Bu ultrabiyram nurlar o'tkazmaydigan qimmat yodivoy oyna qo'yilgan. Bu tarafdan mana domimizning ko'rinishi, yana ziloniy zonalari alohida tema. Bu narsani bilgan biladi. Bu havo aylanish uchun juda ham zo'r. Oldida orqasida dom bo'lmasa, juda ham havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun shuni e'tiborga olasizlar. Keyingisi tualetimiz mana. Oshxonamiz. Ayollarimiz sevimli oshxonasi. Vitishkalar qo'yilgan. Hammasi joy-joyida inshaalloh. Bu yerda baraka topadi.